Yaxshi odam ekan juda ham. Qaranglar, 10 kunda bitirib bersanglar, xudo xolasa, xursand qilib o'zim qo'shib beraman. Faqat tez ishlarni sidqidildan qilinglar. Bunday ota olmasdan qizingizni ozgina ish qoldi. Tezroq bitirsak pulni olamiz, ketamiz. Bo'ldi aka. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, 10 kun dedim, 3 kun bitirib qo'yibsanlar. Demak, oson ekanda. Yo'q, aka, pul zarurligidan uxlamasdan kechalari ham ishladi, aka, to'g'risi. Necha pul kelishuvding? $500 kelishuvdi. Bo'ldi, demak 300 olasanmi? Yurma. Nimaga? Yuring aka. Qatdan topding bu to'nkani? O'zi ishini eplay oladimi? Yaxshi, o'zini ishini ustasi bo'ladi. Qara boshing bilan javob berasan. Kam o'zi ko'chada magnitolni 100 ming so'mdan ishlayapti. Nima 3 million normal emasmi? So'mga chaqsin. Labz berdingizmi? Unda bajaring. Birovning haqqi sizga yo'q deydi.